Nima sen erdan ajrashib, mazza qilib zo'r yashayman deb o'ylaganmiding? Erdan ajrashganlarning hammasi zo'r yashayapti deb o'ylaysan. Erdan ajrashib hech kim zo'r bu baxtli yashab ketgan joyi yo'q. Ering topganiga sabr qilib, qanoat qilib yashasang bo'lardi-yu. Qani menga aytchi, qaysi ayol ajrashib zo'r yashayotgan ekan? To'g'ri yashar, 1 yil yashar, 2 yil yashar, baribir qarigandan keyin er kerak bo'ladi. Sen internetda ersiz men baxtliman, zo'r yashayapman deganlarga ishondingmi? Hammasini hayoti yolg'on bu internetdagilar. Mana o'zing ham ko'rib turibsan, boshingdan o'tdi shu kunlar. Erdan ajrashgan ayolga hamma yaxshi gapiradi, yaxshi e'tibor beradi deb o'ylaysanmi? Hammasining maqsadi sendan bir marta foydalanguncha, foydalangandan keyin o'z-o'zidan kerak bo'lmaysan sen. Sen o'zingni arzon sotding. Qolaversa qadringni bilmading. Sen nafaqat bu dunyoyingni, oxiratingni ham so'roq ostiga qo'yib qo'yding. Bitta odamning umrini ham o'g'ol qilding. Bu bola ham senga ishonib, yaxshi niyatlarda uylangan edi. Ozgina sabr qilsang, shu bolaga ham Xudo berardi yaxshi narsalarni. Dinimizda ham eng yomon narsa bilasanmi? Bitta oilaning buzilishi. Sen o'sha oilani o'zing buzding. Bilaman tog'a, o'zim ahmoqlik qilib qo'ydim. Guldek oilamni o'zim barbod qildim. Erimni topganiga qanoat qilmadim, sabr qilmadim, ahmoqlik qildim. Boshqa ayollarga o'xshab erimni duo qilib, ishlari yaxshi bo'lib ketsin ham demanmi? Yolg'on hayotga aldandim. Erdan ajrashsam yaxshi yashayman deb o'yladim. Ba'zi bir ifloslarni nafsini o'yinchog'i bo'ldim. O'zimda ham ayb bor. O'zim ham nafsimni tiya olmadim. Qilgan ishimdan o'zim juda ham qattiq pushaymondaman. Oilamni qadriga yetyapman tog'a. Menga yordam bering. Men shunaqa og'ir ahvoldaman. Bo'ldi. Men hammasini tushundim. Ayol kishi ersiz yashash kerak emas ekan. Boshim toshga tegdi. Hammasini tushundim. Erkakli uy fayzli, barokatli bo'ladi deb bekorga yetishmagan ekan. Xatoyini kech tushundingda, jiyan. Mayli, o'tgan ish o'tdi endi. Davay narsalaringni yig'ishtir, bugundan biz bilan yashaysan. Kvartira kim bilan oldi berdi bo'lsa o'zim yopaman. Lekin unutma jiyan, ayol kishi ersiz yurmasligi kerak. Tenging chiqsa, turmushga beraman o'zim seni. Bunaqa yashash bo'lmaydi senga. Bo'ldi, narsalarni yig'ishtir, ketdik.